Idris ibn Abdulloh ibn Hasan ibn Ali ibn Abu Tolibning nasli haqidagi ta'nalar yuqoridagi zikr etilgan hikoyalardan ham o'tib tushadi. Idris otasidan so'ng uzoq mag'ribda, ya'ni Fasda yetakchi bo'lgan edi. Ularning naslini yomon otliq qilishni istaganlar katta Idrisdan qolgan homila aslida uniki emas, balki ularning mavlosi Rashidniki ekanligini da'vo qilib, bu kichik Idrisga homilador bo'lgan ayolni toshbo'ron qilib jazolamoqchi edilar. Bu gaplarni aytib chiqqanlarning o'zlari jazolansin. Ularni bu jaholatga eltgan narsadan bizlarni uzoq qilsin. Ular katta Idrisning barbarlar yurtiga kuyov bo'lganligini bilmaydilarmi? U marg'ibga kelganidan to vafot etguniga qadar ko'chmanchidek hayot kechirgandi. Ko'chmanchilarning holatlari hammaga ma'lum. Ularning bu kabi ishlarida shubha uyg'otadigan sirli hollari yo'q. Barcha ayollar o'z qo'shnilari ko'z o'ngida bo'ladilar. Devorlar bir-biriga yaqin, turar joylari past va orasida to'siqlar bo'lmagani uchun hamma narsa eshitiladi. Rashid esa katta Idris vafotidan keyin xojasining oilasining barcha xizmatlarini bajarar edi. Bu Idrisiylarning do'stlari va tarafdorlarining ko'z o'ngida, barchaning nazorati ostida sodir bo'lar edi. Uzoq mag'ribdagi barbarlar otaning vafotidan keyin kichik Idrisga sadoqat e'lon qilishda yakdil bo'ldilar va o'z xohishlari bilan unga to'laqonli itoat qildilar. U uchun jonlarini fido qilishga va'da berdilar. Uni himoya qilish uchun dushmanlari bilan bo'lgan janglarda o'lim dengiziga g'arq bo'lishga tayyor edilar. Xiyonatkor dushman yoki munofiq tomonidan aytilgan bu ta'nalar ularning qulog'iga chalingan yoki ularni o'zlari to'qib chiqarishgan bo'lsa, yo'q deganda ulardan ba'zi bir qismi kichik Idrisning himoyasi uchun janglarda ishtirok etishni istamagan bo'lar edi. Qasamki, bu gaplar ularning qon dushmani Abbosiylar va ularning Ifriqiyadagi voliylari bo'lmish Ag'labiylar tomonidan to'qib chiqarilgandir. Katta Idris Balxdagi hodisadan so'ng Marg'ibga qochdi. Abbosiy hukmdor Hodiy Ag'labiylarga katta Idrisni qo'lga olish uchun har tarafga josuslar yuborishni buyurdi. Ammo ular Idrisni tuta olmadilar. Katta Idris sog'-salomat Mag'ribga yetib oldi. U yerda uning ishi ravnoq topib, davlati paydo bo'ldi. Horun Rashid Abbosiylarning mavlolaridan bo'lgan Iskandariya volisi Vozihning Zimdan Alaviylar tarafida bo'lgani, ularga yordam berish maqsadida katta Idrisning qo'lga tushmasdan Marg'ibga osongina yetib olishga sharoit yaratganidan xabar topgach, uni o'ldirtirdi. So'ngra otasi Mahdiyning mavlolari bo'lgan Shammohni hiyla asosida katta Idrisni maxfiy o'ldirish uchun tayinladi. Shammoh katta Idris huzuriga kelib, o'z rahnomasi bo'lgan Abbosiylardan bezib ketganligini aytdi. Idris uni yonida olib yurdi. Shammoh bu yaqinlikdan foydalanib, Idrisga zahar ichirib, uni o'ldirdi. Katta Idrisning o'limi haqidagi xabar Abbosiylar huzuriga yetganda, Marg'ibdagi Alaviylar harakatining to'xtashi va ularning ildizining sug'urib tashlanishini istab turgan Abbosiylar buni ajoyib voqea sifatida qabul qilib sevindilar. Zero Alaviylarning Marg'ibdagi harakatiga asos bo'lgan narsalarning va ularning davlatlarining yo'q bo'lib, xonadonining tarqab ketishini umid qilardilar. Ularga Idrisdan qolgan homila haqida xabar yetkazilgach, ular buni qabul qila olmadilar. Chunki Alaviylarning davlati qayta paydo bo'lib, shiyalar Marg'ibda yana harakatga tushgan edilar. Idris ibn Idris tufayli ularning davlati qayta tuzildi. Bu xabar Abbosiylarga o'qlar tanani teshib o'tganidan-da kuchliroq ta'sir qildi. Shu davrda Arab Abbosiylar davlati uzoq hududlarni nazorat qilishga qurbi yetmaydigan darajada ojizlik, tartibsizlik va yemirilishga duchor bo'lgan edi. Horun Rashidning uzoq Marg'ibda barbarlarning himoyasida bo'lgan katta Idrisni faqat hiyla yo'li bilan zaharlab yo'q qilishdan boshqasiga kuchi qolmagan edi. Shunday paytda Abbosiylar o'zlarining Ifriqiyadagi do'stlari bo'lgan Ag'labiylarga
davlatga qarshi qaratilgan bu baloning mamlakat markazlariga ta'sir ko'rsatishi va yana ham chuqur ildiz otib ketishidan oldin uni yo'q qilish vazifasini topshirdilar. Ma'mun va undan keyingi hukmdorlar ham ag'labiylarga ushbu vazifa bilan bog'liq nomalar yuborgan edilar. Ammo ag'labiylar uzoq Mag'ribdagi barbarlarga qarshi turishda Abbosiylardan ham ojizroq edilar. O'z hukmdorlari bo'lgan Abbosiylarning ojizliklari tufayli Idrisiylar bilan murosa qilishga majbur edilar. Chunki bu davrda arab bo'lmagan o'lkalardagi hukmdorlar poytaxt ustidan nazorat qilishni boshlagan edilar. Ular Abbosiy hukmdorlarining irodasini o'z qo'llariga olib, mansabdor va voliylarni tayinlash va lavozimidan ozod etishda, shuningdek davlat mollarini sarflashda hamda shartnomalar imzolashda va ularni buzishda o'z xohishlariga ko'ra harakat qilishar edi. Abbosiy shoirlardan birining aytgan quyidagi baytlari shunga tegishli edi. Vosu va bug'o, ikkisi qafasdagi qushdek o'tirar. Aytilgan gapni u ikki tuti qushdek qaytarar. Ag'labiylar sulolasining amirlari siyosiy munosabatlarga putur yetkazishi mumkin bo'lgan xabarlarning tarqalishidan xavotirda edilar. Shuning uchun ba'zan marg'ib va marg'ibliklarni haqorat qilardilar. Ba'zan esa Idris va uning o'rniga kelgan boshqa shaxslarning kuchini, shuningdek shiyalarning Abbosiylarga tegishli bo'lgan hududlariga ko'z olaytirganini ta'kidlab, hukmdorni qo'rqitardilar. Ag'labiylar hukmdorga jo'natgan sovg'alar, o'lponlar va davlat hisobiga yig'ilgan soliqlardagi mollarga Idrisiylarning tamg'alarini bosardilar. Bu harakatlari orqali Abbosiylarga Idrisni quvvatliroq qilib ko'rsatib, shu bilan ularni qo'rqitar hamda hukmdorning Idris masalasidagi talablarini to'xtatishga urinardilar. Agar hukmdor Idrisni tutish masalasida bosim o'tkazishda davom etaversa, Abbosiylarga bo'lgan sadoqatini to'xtatib, Alaviylarga sadoqat e'lon qilish bilan tahdid qilar edilar. Ba'zan esa Idrisning sha'nini yerga urish maqsadida yuqorida aytilganlarga o'xshash xabarlar orqali uning naslini yomon otliq qilishga harakat qilardilar. Ikki tomon o'rtasidagi masofa uzoq bo'lgani bois, Abbosiylardan bo'lgan yosh hukmdorlar xabarlar orasidan rost va yolg'onni ajratish imkoniyatidan mahrum edi. Abbosiylarga bosim qilayotgan arab bo'lmagan qo'mondonlar esa aytilgan har qanday gapni qabul qilar va har bir xabarga quloq solib ketaverardilar. Xabarning to'g'ri yoki yolg'onligi ular uchun ahamiyatsiz edi. Bu holat ag'labiylar inqirozga yuz tutganicha davom etdi. Ba'zi ta'nachilar esa bunday jirkanch so'zlarga quloq tutib berishga tayyor edilar. Nasabga ta'na qiluvchi ba'zilar bu so'zlarni jiddiy tinglab, bu kabi mishmishlarni raqobatli davrda undan foydalanib qolish maqsadida Abbosiylarga yetkazardilar. Ular bu ishlar uchun jazoga yo'liqsin. Vo ajab, ular bu ishda hikmatda ko'zlangan maqsadlardan ham chetga chiqib ketgan edilar. Bu mavzuda aniq bo'lgan bilan taxminga asoslangan narsa o'rtasida kelishmovchilik bo'lishi mumkin emas. Aniq bo'lgan narsa esa Idris o'z otasining xotinidan tug'ilganidir. Bola esa xotinning nikohida bo'lgan erkakning to'shagiga nisbat beriladi. Qolaversa, ahli baytni bunday ta'nalardan poklash to'g'ri ishlardandir. Idrisning to'shagi ham har qanday nopoklikdan xolidir. Kim buning aksiga ishonsa, yomonlikka moyil bo'ladi va zalolat tomon qadam bosgan hisoblanadi. Bu ta'nalarga batafsil javob berayotganimning sababi shubha gumonlarga o'rin qoldirmaslik, hasadgo'ylarning qalbidan shubhalarni olib tashlashdir. Chunki men Idrisiylarning nasabiga ta'na qilib, ulardan yuz o'girgan va ularga hujum qilgan kishining so'zlarini ikki qulog'im bilan eshitdim. U esa davosiga ko'ra bu so'zlarni ahli baytdan yuz o'girgan va ularning avvalgilarining yetakchilik maqomi haqida ham shubhaga borgan mag'riblik tarixchilardan naql qilgan edi. Holbuki ahli bayt bunday ayblardan pok va ma'sumdir. Ayb topish imkonsiz bo'lgan joyda ayb
izlashning o'zi aybdir. Biroq men bu dunyoda ularni himoya qilib yonini oldim. Umid qilamanki, u dunyoda ular ham meni himoya qilib yonimni oladilar. Bilingki, Idrisiylarning nasabiga ta'na qilganlarning aksari Idrisning nasliga hasad qilgan kimsalardir. Bunday kishilar ahli bayt bilan birlashgan yoki ular bilan bir jihatdan qo'shilgan kimsalardir. Aslida bu ulug' naslga mansublik da'vosi yuksak bir sharaf bo'lib, xalqlar va elatlar bu nasab shajarasini har taraflama rivoyat qilib kelgani uchun u shubhadan yiroqdir. Idrisiylarning nasab shajarasi ularning yurti bo'lmish Fas va Marg'ibning boshqa joylarida mashhur bo'lib, ulug'vorlikda hech kim unga yeta olmaydigan darajada aniqdir. Zotan keyingi avlodlar uni avval o'tgan ajdodlaridan mutavortir darajada naql etib keldilar. Fas shahrini bunyod etgan Idrisning oilasi bu yerning oilalari orasidagi bir oila edi. Uning masjidi ularning mahallalariga tutashgan, qilichi esa shahardagi eng baland minora ustida yarqirab turardi. Bundan tashqari, Idrisning shunga o'xshash boshqa dalil va isbotlari bor edi. Ularning nasli haqida kelgan xabarlar mutavortirlik darajasidan bir necha marta o'zib, so'zsiz ishonch bilan qabul qilinadigan darajaga aylanay deb qolgan. Idrisiylardan boshqa bu nasabdan bo'lgan boshqa kishilar ham ularga in'om qilingan ne'matlarni va nabaviy sharaflari yordamida qo'lga kiritgan davlatlarining buyukligini ko'rib, bunday ta'nalarga aslo o'rin yo'qligiga tamoman iqror bo'ladilar. Ularning darajasiga biror kishi yetishi u yoqda tursin, bu darajaning yarmiga ham yetishi mumkin emasligini ochiq anglardilar. Bu muborak nasabga mansub bo'lgan va bunday ne'matlardan nasibador bo'lmaganlarga esa ularning ulug'ligini tan olishdan o'zga chora yo'q. Zero barcha insonlar ularning nasablarini tasdiqlar edilar. Ilm va gumon, ishonch hamda iqror o'rtasida masofa bor. Bu narsalarni bilgan ta'nachilarning olovi so'nib qolgach, ularning baland maqomini yerga urib, kamsitishni orzu qildilar. Bu ishlarni o'z qalblaridagi hasad tufayli qilishar. Bu yo'lda qaysarlik va o'jarlikdan ham, yolg'on va bo'xtondan ham tap tortmasdilar. Gumonlari to'g'ri ko'rinishini qattiq istashar va haqiqatga o'xshashi uchun turli yo'llarni izlashar edi. Hayhot, ular qayerda-yu Idrisiylarning martabasi qayerda? Bizga ma'lumki, bu ulug' xonadon nasabidan bo'lganlar orasida Marg'ibda nasabining aniqligi va sobitligi masalasida Hazrati Hasan roziyallohu anhuning nasabidan kelgan Idrisning avlodlari darajasidagi biror bir nasab yo'q. Zamondoshlarimizdan ushbu nasabdan bo'lganlarning eng kattasi Fasda yashovchi Imron urug'idir. Ularning nasabi quyidagichadir: Yahyo Hutiy ibn Muhammad ibn Yahyo Avvom ibn Qosim bin Idris avlodlaridir. Yahyoning Fasdagi avlodlaridan Imron urug'i buyuk ajdodlari Idrisning uyida yashaydilar. Ular bu yerdagi ahli baytning naqiblaridir. Marg'ib aholisi ularni o'zlariga to'ra sifatida qabul qilganlar. Bu haqda nasib bo'lsa Idrisiylar davlati haqida so'z ketganda eslatib o'tamiz.